Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Madinaxon, yaxshimisiz? Yaxshi olsizlarmi? Charchamayapsizlarmi? Men safar ketadigan bo'lib qoldim, Abdulla aka. Ha, bo'ldi. Bemalol sham topshirib ketdiring. To'g'rimi, Abdulla aka? Ha, bo'ldi. Xudo xolisa. Necha kunga? 2 kun ketyapman. Xudo xolisa tez kelaman. O'zingizlar qarab, savdo qilib, Abdulla akani boshqa ish bo'lib o'zlari hisob-kitobga qarab o'tirasizlar. Abdulla aka, birini qarab oling. Odina bunaqa vaziyatdan foydalanib qolmasang bo'lmaydi. Abdulla aka 2 kun bo'lmayman. Alloh nasib qilsa o'zingiz qarab, mamkasiga ishni ham qo'sha olasiz. Bo'ldi, xavotir olmang. Hali savdolarga o'zim qarab, dastavkalar o'zim chiqarib, Abdulla aka, hammasiga qarab turaman. Yaxshi oling. yaxshi ishlaysiz, savdolarni bersa. Oldinglar nima qilib? Shuncha pul oladi-yu, kassada qarzim bor edi, ertaga qo'yib qo'yaman. Ishonchi yo'qotish oson, tiklash qiyin lekin. Xo'p. Oldinglar, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Yaxshimisiz? Assalom. Aytganchi, kecha kassani joy qo'yib qo'ydingizmi? Qo'yib qo'ydim. Bo'ldi, bo'ldi. Alo. Assalomu alaykum, Abdulla aka, yaxshimisiz? Yaxshi olsizlarmi? Ismoil, alaykum. Yaxshimisiz? Tarjimayapsizmi? Kecha kimdir kassaga tegdimi? Kassa? Yo'q, bilmadim. Qanaqasiga bilmaysiz? Oldinglar ko'rdingizmi? Bitta yolg'onni yopish uchun 10 ta yolg'on kerak bo'ladi. Abdulla aka, bu pullarni hozir qaytarish iloji yo'q. Qayerdan olaman bu pullarni hozir? Assalomu alaykum. Men hammasini ko'rdim. Kechirasiz, kechiring, mana qarzga kirib qo'ygan edim. Qaytaraman deb o'yladim. Pulni-ku qaytararsiz, ishonch qana qaytarmoqchisiz? Oldinglar to'g'risini aytganingiz yaxshi bo'ldi. Har bitta inson ikkinchi imkoniyatga ega. Mayli, bu safar kechiraman Odina. Shu hayotingizdagi eng katta dars bo'lsin.